Qaranglar, nima oldim. Kas qaynonam uyga kelguncha raspakovka chek qilib olamiz. Iltimos bu videoni qaynonamga jo'natib qo'ymanglar. Qani, bismillah. Da. Voh, men necha yildan beri shunga erisha olmay yurdim. Narxini videoni oxirida aytaman. Qani, bismillah, buni qana ochadi? Telefonlarni ochishni bilaman, lekin bunaqasini hali ochib ko'rmagan. Voy, qasdan. To'kadimi? Yo, to'kmaydimi? Qani ichidan shuh qilar ekan. Qani, shuh. O'zi ham yarim soat rangini tanladim. Qaysi birini olay ekan deb. Oxiri shu rangini olishga qaror qildim. Kimga yana qanaqa rangi yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Oh my god. Nimaga bu takoy? Nimaga bu takoy? Takoy demoqchiman. Oh my goodness. What it? Opang kuchaydi. Bloger bo'lishim bezda ya. Manitadan zaryadlanar ekan. Mana zaryad qiladigan joyi. Buni mana knopkasi bor ekan. Bu nimaga? Telefonimni ulab ko'ramiz. Qani, ishlarmikan? To'p deyapti. Voy, o'zimning ovozim yaxshi eshitilmayapti. Alo. Mening ichiga qulog'ingizda hammasi kirib ketar ekan lekin. Voy, yondi. Mana, qani, birorta qo'shiq eshitib ko'raychi. Wow, ovozi dahshat chiqargan, bu dunyoni tark etgandek faqat qo'shiq eshitilar ekan. Tashqi shovqin, o'zim bu ovozim eshitilmayapti. Tashqi shovqin eshitilmas ekan. Oh my god. Agar kim naushnik olmoqchi bo'lsa, o'ylanmasdan olaveringlar. Vashshe cho'tka ekan. Faqat buzib qo'ymanglar. Buzib qo'yganingizda buni to'g'irlash juda ham qimmatga tushib ketar ekan. Korobkasining ichida shunaqa zaryad qiladigan asosi bor ekan. Mana nima? Va o'zining kitobchalari bor ekan. Mana shu naushnikning narxi menga shuncha wonga tushdi. Bu won O'zbekistonda shuncha bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? O'zbekistondagi iPhone magazinida xuddi shunaqa naushniklarni qancha pulga sotadi? Kommentariyada yozib keting.